Assalomu alaykum azizlar, Hisashibirides va nihoyat vaqt topoldim. Bu safargi mavzumiz Redirect Show yozish bo'yicha hisoblanadi. Xo'p, doimgidek aytganimdek, bu video, aynan bu yo'riqnoma tajribali senpaylar uchun emas bu. Albatta tajribasi ko'p, sochib tashlaydigan, redirectionni ham bothlab tashlaydigan senpaylar uchun emas. Agar shunaqa senpaylar bu videoni ko'rayotgan bo'lsa, albatta o'zingizni tavsiyangizni, qo'shimchalaringizni yoki tuzatishlarni kiritib ketsangiz barchamizga, vatandoshlarimizga foydali bo'lar edi. Demak, azizlar, boshlaymiz. Redirect Show yozish. Xo'p, demak, avvalambor Redirect Show bu nima? Redirect Show bu sizga ishga kirayotganingizda shu qatsida qilayotganingizdagi o'sha jarayondagi sizning pasportingiz hisoblanadi. Oddiy fuqarolik pasporti siz haqingizdagi umumiy ma'lumotni, asosiy ma'lumotni, kimligingizni bildirib turadi-ku. Xuddi shunday Redirect Show ham shu ya'ni ishga kirayotgan paytda siz kimligingizni bildirib turadigan hujjat, ya'ni pasport hisoblanadi azizlar. Xo'p, demak, Redirect kanjisi mana bunaqa bo'ladi. Redirect Show bo'ladi. Redirect Show. Xo'p, bu sizni o'sha yuzingiz, boya aytib o'tganimdek, sizning pasportingiz hisoblanadi. O'sha Redirect Showni ko'rib sizga baho beriladi va sizni kimligingizni tanib olishadi. Kimligingizni o'sha firmaga, ish beruvchiga ko'rsatib berasiz bu Redirect Show bilan. Redirect Show bu tarjimai hol hisoblanadi. O'zbekistondagi o'sha tarjimai hol hisoblanadi va ingliz tilidagi o'sha CV hisoblanadi. Redirect Show bu aynan o'sha tarjimai hol va CVni yaponcha varianti hisoblanadi. Xo'p, Redirect Show yozishdan oldin anglab olishingiz kerak bo'lgan bir nechta jihatlar bor. Birinchisi, o'sha yaponchasiga yozdim, aite no koto o kangai nakereba naranai. Ya'ni siz o'sha suhbatdosh deymizmi, ikkinchi tarafning o'rnidan turib, ikkinchi tarafni ko'zi bilan qarashingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi tarafni siz ikkinchi tomonni o'ylashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zingizni tasavvur qiling, o'zingizni ish beruvchi o'rniga qo'yib ko'ring. Misol uchun, tasavvur qiling, siz oddiy bitta firmangiz bor. O'sha firmangizga siz xodim olmoqchisiz, ya'ni xodim ishga olmoqchisiz va o'sha saytlarga, ish beruvchi saytlarga e'lon berdingiz yoki tanishlaringizga e'lon berdingiz, xabar berdingiz va har kuni sizga firmangizga ishga kirish uchun, o'sha pozitsiyaga ishga kirish uchun o'nlab, elliklab, yuzlab murojaatlar kelyapti-da. Ular orasida qarang, shuncha murojaatlar kelyapti, shu darajada ko'pki, shunaqa ko'p darajada redaksiyalar yoki yuborilyapti, yoki hujjatlar yuborilyapti, murojaatlar kelyapti. Ular orasidan siz tanlab olishingiz kerak. Bitta yoki ikkita, o'sha nechta bo'lsa-da, va siz uni qanaqa jarayondan o'tkazasiz, qanday ularni tanlab olasiz? Albatta, birinchi hujjatidan, reaksiyadan qarab saralab olasiz, to'g'rimi? Har bittasi bilan gaplashib, o'sha murojaatni, misol uchun kuniga 50 ta murojaat kelsa, 50 ta odam bilan telefonda gaplashib chiqasizmi? Yo'q. Har bittasi bilan telefonda gaplashib, begonasi yuzma-yuz chaqirib gaplashib chiqish uchun yaxshigina vaqt ketadi, to'g'rimi? Unday qilmaysiz. Albatta, birinchi o'rinda siz tarjimai holini qarab chiqasiz. Birinchi o'rinda siz tarjimai holini, sertifikatlarni, hujjatlarini so'raysiz, to'g'rimi? Ya'ni aynan Yapon kompaniyasida ham, faqat Yapon kompaniyasida emas, butun dunyoda mana shunday. Aytyapman-ku, o'zingizni firma o'sha boshlig'i, ya'ni ish beruvchi sifatida qo'yingdagin, siz xodim olmoqchisiz va o'sha xodimlarni, kelayotgan murojaatlarni orasidan qanday siz o'zingizga mos bo'lgan, o'zingiz qidirayotgan xodimni saralab tanlab olasiz. Albatta, Redirect bilan, to'g'rimi? Xo'p, siz ularni hech qasini tanimaysiz. Misol uchun hech qasini bilmaysiz, siz kimligini tanimaysiz, to'g'rimi? Qanday tanlab olasiz? Albatta, Redirect Show'dan. Azizlar, albatta tarjimai holda. Ko'plar xato qiladi-da. Qanaqa jihatdan o'sha ayteno koto kangaynay qara, ya'ni nima desa bo'ladi? Ikkinchi taraf, ya'ni ish beruvchi tomonni o'ylamaydi-dagin, tasavvur qiladiki, men kuchliman deydi. Haqiqatan kuchli bo'lishi mumkin, haqiqatan ko'p skilllarga ega bo'lishi mumkin, ko'p qobiliyatlarga, ko'plab tajribalarga ega bo'lishi mumkin. Yapon tilini haqiqatan sochib tashlashi mumkin. 10 yil yashaganmi, 20 yil yashaganmi, misol uchun Yaponiyada u bo'lishi mumkin, lekin shuna faqat o'zi biladi bu ma'lumotni, tushunyapsizmi? Faqat o'zi biladi. Uni ish beruvchi firma tanimaydi-ku bu odamni. Bilmaydi-ku. Xo'p, yapon tili qanaqa, u boshqa til darajalari qanaqa, skilllar, qobiliyatlar qanaqa ishlar qilib kelgan tanimaydi-ku. Anda qo'yatdagi, "Men yapon tilini sochib qo'yaman. Men yapon tilini sochib tashlayman. Men bunaqa ishlar qilganman. Men bunaqa qilib tashlayman." Xo'p, o'shani yoritib bermasa, hujjatni yoritib bermasa, kim qaraydi unga? Qayerdan anglab oladi u? Aynan shu ish qidirilayotgan paytda ham, umuman faqat ish qidirilayotganda emas, biznes dunyosida ham, boshqa dunyoda ham har
joyda hamma tomonda o'sha IT のことを考えるのが一番大事です。ya'ni o'sha suhbatdosh deymizmi, ikkinchi tomonni pozitsiyasini ham ikkinchi tomonni ko'zi bilan ham qarab ko'rish kerak bo'ladi. Agar mana shu narsani qilmayotgan bo'lsangiz, katta yutqazish bo'ladi. Agar mana shu ikkinchi tomonni pozitsiyasi bilan ham o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, har qanday ishda 50% menimcha yutuqqa ega bo'lasiz deb o'ylayman. Aynan ikkinchi tomon, ya'ni ish beruvchi deymizmi, ikkinchi tomon nimani xohlayapti? Unga nima berishingiz kerak? Mana shu narsani anglab olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Demak, ular orasidan o'sha muqobil nomzodni qanday tanlab olasiz? O'sha siz ularni hech qaysini tanimaysiz xodimlarni, to'g'rimi? O'sha murojaatlarni, nomzodlarni hech kim tanimaysiz. Qanday saralab olasiz? Albatta, rediksho va sertifikatlar va hujjatlarga qarab turib, nima ishlar qilib kelganini o'sha yozma shaklda hujjatda keltirib berganiga qarab turib tanlab olasiz, to'g'rimi? Shunday ekan, siz ham ishga kirish maqsadida murojaat qilayotganingizda sizni kimligingizni bilishmaydi, ular tanishmaydi azizlar. Mana shu kimligingizni, qanday qobiliyatlarga egaligingizni, nimalar qilib kelganingizni, qanday tajribalarga egaligingizni, qanaqa yutuqlarga erishganligingizni, bu firmaga kirganingizdan keyin bu firmaga qanaqa foydalar olib kelishingizni hammasini qog'ozda keltirib bermasangiz, ular sizni tanimasa, u qanday siz bilan keyingi bosqichga o'tadi u, to'g'rimi? Mana shu narsani kimligingizni tanishmaydi, o'sha kimligingizni yoritib berish uchun mana shu rediksho asosiy bosqich, boshlang'ich bosqich hisoblanadi azizlar. Bu narsani anglab oling. Xo'p, keyingisi rediksho yozishdan oldin anglab olishingiz kerak bo'lgan jihatlar yana bir nechtasi bor. Xo'p. Siz rostdan ham boya aytgan narsamda, xullas yana qaytarib kelyapti. Siz rostdan ham kuchlisiz va ko'plab qobiliyatga hamda tajribaga egasiz, ammo bularni faqat o'zingiz bilasiz xolos. Bularni yetkazib berishingiz kerak bo'ladi. Biroq qanday yetkazib berasiz? Albatta, rediksho va shokume rediksho skill sheet kabilarda yetkazib berasiz. Albatta, agar shu paytgacha ko'p ishlar qilgan bo'lsangiz, o'sha qilgan ishlaringizni shokume rediksho degan hujjatda yozib keltirib berasiz. Lekin hali ish tajribaga ega bo'lmagan bo'lsangiz, shokume rediksho kerak bo'lmaydi. Faqat rediksho o'zi ham yetadi. Agar IT yoki bo'lmasa qanaqadir injener, o'shanaqa kasblarga ega bo'lgan bo'lsa, o'sha pozitsiyalarda ish qilayotgan bo'lsangiz, skill sheet ham, ya'ni qobiliyat varaqchasi ham kerak bo'ladi. Bugun faqatgina rediksho haqida gaplashamiz. Shokume rediksho va skill sheetni mustaqil o'zingiz o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Va albatta buni qayerdan rediksho, shokume rediksho, skill sheet formatlarini qayerdan yuklab olishni video oxirida aytaman. O'zim kanallarimda joylashtirilgan. Xo'p, va yana bitta jihat shundaki, agar yuqori darajali ish o'rniga ya'ni Kodo Jinsai o'shanaqa yuqori darajali ish o'rniga o'z nomzodingizni taklif etayotgan bo'lsangiz, avvalambor o'ylab ko'rishingiz kerak. Nima uchun? Avvalambor o'ylab ko'rishingiz kerak. Nima uchun bu ish o'rni mavjud? Nima uchun firmaga bunday xodim kerak? Bu firma bu pozitsiyadagi xodimni nima uchun qidiryapti? Sababi o'sha firmaga daromad kerak. Ya'ni firma daromad topish uchun, firma o'sha tizimni, sistemani tuzish uchun o'sha xodim kerak, to'g'rimi? O'sha xodimni o'rnini, o'sha xodim qilib beradigan ishlarni, o'sha ya'ni firmaga mana shu pozitsiyada qilib beriladigan ishlarni qila oladigan xodim kerak. Ya'ni firmaga daromad keltira oladigan xodim kerak, to'g'rimi? Mana shu narsani o'ylashingiz kerak. Ya'ni daromadni esa yaxshi xodim olib kela oladi. Firma ham aynan shunday xodimni tanlaydi. Ya'ni siz ham ish qidirayotganingizda, ish topshirayotganingizda firmaga men o'zi nimaga kerakman? Firmaga nima qilib bera olaman? Firmaga qanday foyda olib kela olaman? Qaysi pozitsiyaga men ishga topshiryapman degan savollarni berishni tavsiya beraman. Albatta bu endi shinsotsu, o'sha endi bitirayotgan talabalarimiz, hali tajribaga ega bo'lmagan nomzodlarda bu biroz qiyinchilik tug'diradi. Albatta, firmaga kirib turib nima qilishini o'zi bilmasligi mumkin yoki bo'lmasa firmaga qanday qilib turib foyda olib kelishini bilmasligi mumkin yoki bo'lmasa firmada jamoaviy ishlash qanaqa bo'lishini, tizim qanaqaligini bilmasligi mumkin. Bunaqa paytlarda albatta biroz murakkabroq bo'ladi, lekin buni internetda hozir AI rivojlanib ketgan zamonda batalsiz shug'ullanib chiqib ishga topshirishingizni tavsiya beraman. Firma ham sizga maosh to'laydi va o'shanga yarasha maoshingizga nisbatan nechadir barobar foydani, daromadni firma chiqarib olish kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa qanaqadir misol uchun ofis ishlari bo'lishi mumkin, data Nyu-York ishlari bo'lishi mumkin misol uchun, yoki bo'lmasa o'sha oddiy ofis ishlari endi maosh unaqa yuqori bo'lmaydi. Sababi u o'sha
nima deydi, ofis ishlari bilan faqatgina ofis ishlari faqatgina jamoaga yordam berib turadi, hujjatli ishlarni bajarib turadi xolosda. O'shaning uchun umumiy daromadga unchalik katta ta'sir o'tkazmagani uchun, misol uchun daromadda oshishi yoki tushishiga unaqa katta ta'sirga ega bo'lmagani uchun ofis ishlari maoshi ham pastroq bo'ladi va u yerda o'sha ishni qila oladimi, qila olmaydimi, shu bilan o'zi tanlab olishadi xolos deb o'ylayman. Ya'ni ham bilmadim. Lekin sal yuqoriroq daraja bo'lgan bo'lsa, albatta kompaniyaga qanaqa foyda olib kelishi albatta o'ylanadi. Shu tarafdan o'ylab ko'rish tavsiya beraman. Demak, asosiy kalit nimada? Ikkinchi shaxsning o'rnidan qarang. Ya'ni ikkinchi shaxsning pozitsiyadan, ikkinchi shaxsning ko'zi bilan qarab ko'ring. Ya'ni ikkinchi shaxs, ya'ni ish beruvchi tomon nimani xohlayapti va sizni pozitsiyangizdagi xodimni nima uchun ishga nima uchun xodim qidiryapti, u xodim nima uchun kerak va ikkinchi kalit so'z esa nima uchun sizni ishga olishlari kerak, nima sababdan. Mana shu narsani ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, mana firma ekan, bo'ldi, ishga kiraman. Olsa bo'ldi, olsa bo'lmaydi, unaqa ketmaydi. Mana shu sabab orqasidan ham 100lab, 200lab firmaga topshirasiz, ishga o'tolmaysiz. Nima uchun? Chunki siz asl mohiyatni anglamayapsiz. Xo'p, va albatta ishga topshirayotganda faqatgina redirection emas, albatta o'sha kompaniyani, qaysi firmaga ishga topshirayotgan bo'lsangiz, o'sha firmani, o'sha kompaniyani HP-larini ko'rib, homepage-larini ko'rib, qanaqa kompaniya, qanaqa ishlar bilan shug'ullanadi, qanaqa faoliyatlar bilan shug'ullanadi, nechta xodimlari bor, o'sha taraflarni yaxshilab shug'ullanib chiqishingiz kerak bo'ladi. Firmani o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Firmaga kirib turib, siz nima ish qilasiz? O'zi bu firma nima, o'zi bu qanaqa firma, nima faoliyat bilan shug'ullanadi? Mana shu narsalarni batafsil shug'ullanib chiqishingiz kerak bo'ladi, azizlar. Albatta redirection o'shan qarab turib yozsangiz ham bo'ladi, chibotovki degan joylarni. Xo'p, redirection yozish uchun bularni tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Avvalambor rasmiy shaxs tasdiqlovchi hujjatdagi to'liq ism sharifingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz O'zbekistondagi ID kartangizdagi emas, siz Yaponiyada yashayotganingiz uchun yoki Yaponiyada ishga topshirayotganingiz uchun aynan qizil pasportingizdagi ism familiyani yoki bo'lmasa Yaponiyadagi Zairyu kartadagi to'liq ism sharifingizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, yashash manzilingizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Bu yashash manzilingiz haqiqiysi va real paytdagisi muhim hisoblanadi. Nima uchun muhim? Chunki aynan hozir yashab turgan hududingizga qarab turib, hozir ishga topshirayotgan pozitsiyangizdagi joylashgan o'sha joylashuv lokatsiyasiga qatnay olasizmi, qatnay olmaysizmi, shu taraflarni bilish uchun kerak bo'ladi va rasmiy hujjatlar nimalarni sizga o'sha pochta orqali yuborishlari mumkin. O'sha payti o'sha rasmiy va hozirgi haqiqiy real paytdagi yashash manzilingiz kerak bo'ladi, azizlar. Xo'p, elektron pochta manzilingiz kerak bo'ladi. Asosan hozirgi zamonda menimcha Gmail ko'proq foydalanishadi Google'dagi. O'sha haqiqiysi va o'zingiz qarab turadigan, tekshirib turadigan Gmail kerak bo'ladi. Sababi hujjatlar, menseslar yoki bo'lmasa oxirgacha hattoki ishga qabul qilinganingizda ham notationni ham sizga o'sha email orqali, Gmail orqali yuborishadi, azizlar. Xo'p, keyingi telefon raqamingiz ishlab turadigani haqiqiysi kerak bo'ladi. Bu yerda O'zbekistonda yashaysizmi, Yaponiyada yashaysizmi, sizga telefon qilishlari mumkin, to'g'ridan-to'g'ri telefon qilib turib aloqaga chiqishlari mumkin. O'shaning uchun haqiqiy ishlab turadigan haqiqiy telefon raqamingizni kirgizib qo'yishni tavsiya beraman. Keyingisi 3x4. Odatda 3x4 o'lchamdagi rasmiy ko'rinishdagi elektron rasm. Rasmiy ko'rinishda degandagi kostyum bilan o'sha oq ko'ylak, gaz kuchalar bilan chiroyli turgan, sal kulib jilmayib turgan haqiqiy o'sha 3x4 o'lchamdagi rasmiy rasmni tayyorlab qo'yishni tavsiya beraman. Nima uchun rasmiy rasm kerak? Masalan, o'zingizdan mantiqan topib olsangiz kerak. Albatta ishga jiddiy yondashayotganingizni anglatib turadi bu. Imkon darajasida qoidasi bo'yicha 3 yoki 6 oy ichidagi rasm bo'lishi, 3 yoki 6 oy ichida olingan, suratga olingan rasm bo'lishi yaxshi deb turib tavsiya beriladi odatda. Keyin redirection yozish paytida e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan bir nechta jihatlar bor. Bular shu paytgacha nimalar qilib kelganingiz ish beruvchiga muhim bo'lgani sababli bironta o'sha gakureki va shokureki joylarda bironta bo'sh vaqt oralig'i qolib ketmasligi kerak. Mana shu narsani o'ylab qo'yishingiz kerak. Oylar, yillar qolib ketmasligi kerak. O'sha misol uchun 2 yil yoki 3 yil mavhum tarzda o'sha ochiq qolib ketadigan bo'lsa, ish beruvchida savol tug'iladi. Mana shu payt oralig'ida nima qilgan bu odam deb turibdi. O'shaning uchun umuman o'sha 2 yoki 3 yil yoki 1 yil hattoki bo'sh vaqt qolib ketmasligi kerak. Hattoki bu vizaga ham ta'sir qilishi mumkin. Sababi vizaga COE ga topshirayotganda ham ta'sir qilishi mumkin, azizlar.
Xo'p, aytgancha bitta narsani eslatib qo'yay. Hozir men bundan keyin yozishni o'rgatadigan Reaction shakli bu umumiy Yaponiya mehnat vazirligi tasdiqlagan umumiy Reaction shakli formati hisoblanadi. Tokudagi Gino uchun, Gino Jishusei uchun Reaction formatlari biroz farq qilishi mumkin. Chunki Tokudagi Gino va Gino Jishuseida o'sha bo'y razmer, bo'y o'lchamlari, oilasi bormi yo'qmi kabi o'sha punktlar ham o'sha ta'sir o'tkazgani uchun sal farq qilishi mumkin formati. Lekin hozir men umumiy shaklda bo'lgan o'sha formatni ko'rsatib beraman. Avvalambor Shibuodoki o'sha Reakshoda ko'plaringiz bilsangiz kerak, Shibuodoki degan joyi bor. Oxirdagi birozgina sal ko'proq joy beradi. O'sha yerda Shibuodoki degan joy yozishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda Shibuodokiga aynan nimalar kiritishingiz kerak bo'lganini mana bu yerda Geminidan AI dan so'rab, mana shu narsani kiritib qo'ydim. Bu AI ning javobi keyinchalik o'qib chiqsangiz bo'ladi. Hozir videoda ko'rayotgan bo'lsangiz, pause qilib turib, to'xtatib ko'rib olsangiz bo'ladi. Albatta bu slaydni ham kanalimga tashlab qo'yaman keyin. Hop, Reaction formatini qayerdan topamiz deganda, Telegramda Hori Sensei degan kanalni qidiramiz. Mana bu yerdan Hori Sensei deb qidirsangiz kelib chiqadi. O'sha bu kanalda, men o'zim kanalda qidirganingizda mana bu yerda ping qilib qo'yganman, qadab qo'yganman. Reaction formatini qayerdan topsak bo'ladi deganda, bu ping qilib qo'yilgan xabarni bosganingizda mana bu yerga kelib chiqadi. O'sha 6 xil formatdagi Reaction shakllari keltirilgan, turli xil maqsaddagi Reaction shakllari keltirilgan. Mana shu linkni bosib, download qilib, o'sha Reaction formatlarini o'zingizga kerak bo'lgan formatlarni yuklab olsangiz bo'ladi. Aslida bu Maynabi Tenshoku saytida olingan link hisoblanadi azizlar. Xo'p. Reaction formatini o'sha pindagi formatga, o'sha linkka kirganingizdan keyin mana bu quyidagi formatlar kelib chiqadi. Men tavsiya beradigan Excel A4 shaklidagini tavsiya beraman. Sababi Excelda kiritish, o'sha yozish, kiritish ancha qulay va oson, hamda PDF ga o'zgartirganingizda ham sochilib bara-bara bo'lib ketib qolmaydi. O'shaning uchun Excelda tavsiya beraman. Word qilsa ham bo'ladi-yu, Wordda qanaqadir kiritish qiyinroq. Excelda ancha osonroq bo'ladi azizlar. Va bu yerda Shokumi Reaction ham template'lari bor azizlar. Shog'lanib chiqsa, skachat qilib turib, o'sha download qilib turib yozsangiz bo'ladi azizlar. Xo'p, Reaction mana bunaqa shaklda bo'ladi. Xo'p, batafsil o'sha Reaction qanday yozishni mana bu yerda keyinchalik link, hatto emas, link joylashtirib qo'yaman. Bu videoni tugatgandan keyin mana shu videoning linkini joylashtirib qo'yaman, keyin kanalimga tashlab qo'yaman. Shuni bosib kirsangiz ham bo'ladigan bo'ladi. Hop, Reaction yozib berish xizmatim ham bor azizlar. Agar Baytoda ishlayotgan bo'lsangiz, 4 soat Baytoingiz xizmat haqi hisoblanadi. O'sha qanday yozishni bilmasangiz yoki bo'lmasa vaqt sarflashni xohlamasangiz, mana o'zimga murojaat qilsangiz bo'ladi. Albatta tajribadan kelib chiqqan holda qisqa muddatda sifatli va siz xohlagandek hamda arzon Reaction tayyorlab beraman. Kanallarimdan bu yerda Hori Jobs ish uchun kvotalar tashlab turaman mana bu kanalda, yoki bo'lmasa Hori Sensei yapon tili uchun mo'ljallangan kanallarga kirib turib, kirganingizda murojaat shakllari mana bu yerda yozib qo'yilgan. To'g'ridan-to'g'ri adminga murojaat qilsangiz Reaction yozib bera olaman azizlar, yoki bo'lmasa bu yerdan skan qilishingiz mumkin, yoki mana bu yerda bossangiz kelib chiqadi. Xo'p, manda Hori Sensei PM deb qidirsangiz admin kelib chiqadi. Xo'p, Reaction yozib berish xizmatim bor. Demak, omad yo'l bo'lsin azizlar, ishga joylashib olasizlaringiz men xursand bo'laman. Demak, kelingizlar Reaction asosiy maqsadga o'tamiz, asosiy qismiga o'tamiz. Reactionni qanday yozishni shug'ullanib chiqamiz. Xo'p. Demak, birinchi Telegramga kiramiz. Telegramga kirganimizda, xo'p, Hori Sensei deb qidiramiz. Qidirganimizda kelib chiqadi. Xo'p, mana bu kanal. Xo'p, bu kanal kelib chiqadi. Hozir shu yaqin paytlarda yana ko'proq so'zlar tashib borilyapti yapon tilini o'rganish uchun. Pinni bosamiz mana bu yerda. Bosganimizda kelib chiqadi. Hop, demak, bu linkni bosamiz. Linkni bosganimizda mana bu Tenshoku anaqa sayti kelib chiqadi. Bu yerda Gyosei Shoshimiz juda ham zo'r tushuntirib bergan. Gyosei Shoshi emas ekan. Okay. Hop, template'larni hammasini joylashtirib qo'ygan. Qarang, har xil template'lar bor. Birinchisi hop. Qani. Hop, birinchisi umumiy template hisoblanadi. Mana bu.
Hop, keyingisi esa gakureki va shokurekiga oid reaksio tempreto. Ya'ni gakureki o'qish joylaringiz ko'p o'qigan bo'lsangiz, ko'p joylarda gakureki yoki shokurekingiz ko'p bo'lgan bo'lsa, mana bu formatni yuklab olishni tavsiya beramiz. Sababi bu yerda aynan gakureki va shokureki uchun ajratilgan qism o'sha maydoncha ko'proq hisoblanadi. Keyingisi esa aynan gakureki yoki shokureki kam bo'lgan reaksio temperatur hisoblanadi, kamroq joy ajratilgan bu yoqqa. Shunaqa har xil template'lar bor, birontasini yuklab olib turib yozsangiz bo'ladi. Xo'p, bizga hozir kerak bo'layotgani umumiysi bo'laveradi. Boya sizlarga Excel'dagisini tavsiya berdim. Excel'dagisini yuklab olamiz. Yuklab oldik. Kiramiz. Xo'p, bir daqiqa. Azizlar, kiramiz bu yerga va enable editing. Kutamiz. Telefonda yozolmaysizlar azizlar. Asosan o'sha notebookda yoki kompyuterda yozishni tavsiya beraman. Telefonda yozolmaysiz bularni. Hozir endi har xil apriylar chiqib ketgan, dasturlar, ilovalar chiqib ketgan, o'sha reaksiya yozib beradigan saytlar chiqib ketgan. Ulardan foydalansangiz ham bo'ladi albatta. Lekin o'zingiz qo'l bilan manual yozmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, shulardan foydalansangiz bo'ladi. Notebook shu kunlarda mana shunaqa bo'lib qolyapti nimagadir. Hozir ochadi. Mana formatimiz kelib chiqdi. Birinchi o'rinda, hop, nimadan harakatda boshlaymiz? Reaksiya mana bunaqa ikki ko'rinishda asos. Birinchi ko'rinishda mana bu yerda kerak emas bizda CBS degan joyini qirqib tashlaymiz. Sababi PDF ga aylantirayotganingizda bara-bara bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun mana bu yerga kerak emas. Hop, birinchi o'rinda nima qilamiz? Sanani yozamiz. Aynan hozirgi sanani yozamiz. 2026-yil. Hop, qaysi oy? 03-oy. Qaysi kun? 08-kun, 8-mart. Xotin-qizlar bayrami tabriklaymiz. Hop. Keyin ism, familiyani yozamiz. Ism Sharif, albatta bu aytib o'tgandek, rasmiy xorij uchun mo'ljallangan rasmiy hujjatingizdagi rasmiy ism, familiya bo'lgani ma'qul va katta harflarda yozamiz azizlar. Hop. O'zim ismini yozsammikan? Nima qilsam ekan, ha? Okey. Keling o'zim ismini yozamiz. Bo'lmasam Ergashov Mirza Rahmatulla yabi Rahmatulla Ugli. Xato ketmadim, tekshirib olamiz. Ergashov Mirza Rahmatulla Ugli. Okey. Bosamiz, hammasi ko'rinmaydi. Shuning uchun shriftni mana bu yerdan kichiktirib olamiz. To'xtang. Yaxshi, biz to'xtang, mouse'ni biroz settingni to'g'rilab olaylik. Hozir bir daqiqa. Okey, azizlar. Hop. Demak, bu yerda hop sanani kiritdik. Hop, keyin bu yerda ism, familiya, ism Shariflar ko'rinmay qoldi. Shuning uchun bu yerdan kichiktirib olamiz. Mana to'liq ko'rinadigan bo'ldi. To'liq ko'ringuncha kichiktirib olaveramiz. Va buni biz romajida, adashib ketdim, katakanada friganasini yozamiz, o'qilishini, friganasini yozamiz tepaga. Mana bu yerda frigana deb yozilgan, to'g'rimi? Hop. Yabi, chetdan. Hop, bu yerda friganasini yozamiz. Hop, misol uchun birinchi shriftni o'zgartiramiz. Hop, mana bu yerda shrift o'zgardi. Shrift o'zgartirish bilsangiz kerak har holda va katakanaga o'zgartiramiz. Hop, bu yerda o'zasizlar frigana deb hiraganda yozilgani uchun odatda qoidasi bo'yicha frigana o'sha hiraganada yozilgani uchun hiraganada o'qilishini yozish kerak degan qoidasi bor aslida, lekin odatda ism, familiya, chet, xorij mamlakatliklar bo'lganlarning ismlari asosan katakanada yozilgani uchun baribir katakanada yozaveramiz tinchkanagina. Hop, Ergashov. Biroz kattaroq qilamiz mo'ljalni. Yaxshi ko'rinmayapti sizlarga? Okey.
Okay, nice. Ergashofu, Horimiruza, Rafumatu, Betura, Uguri. Anaqa o'qilishini yozamiz azizlar. Mana bu yerda ko'plar bilmasligi mumkin, aytib ketaman. Mana tu harfini qanday yaratishni aytaman. Xo'p, tu harfini qanday yaratish kerak, qanday yaratsa bo'ladi deganda to, katta to'ni yozib turib, keyin bitta x harfini bosib turib, uni bossak, mana bunaqa tu harfi paydo bo'ladi azizlar. Shundan turib, oddiy x yakunlasa y ni yozsak, kichik harfni paydo qilishga yordamlashadi azizlar. Xo'p. Demak, ismni yozib oldik, o'qilishni yozib oldik. Xo'p, endi tug'ilgan yilimizni yozamiz. Men haqiqiysini yozmayman. Xo'p, bular yolg'on. Albatta o'zingizning to'g'risini yozing. Misol uchun shunaqa ko'rsatib beraman. 1998-yil misol uchun. Xo'p, 9-oy. Xo'p, qaysi kun? 06-kun misol uchun. Xo'p, ikkita backdan qilsak chiroyli ko'rinadi. Qarang, orasini sal kamaytirdim. O'shini chiroyli ko'rinadigan bo'ldi. Yoshimiz necha yoshda bo'ladi shunda? Yoshimiz o'rtacha 26 yosh deylik, 27 yosh deylik, ha? Xo'p, qanaqa jins vakilisizlar? Otoko, to'g'rimi? Onna bo'lsa, onna deb yozasiz. Ayol kishi bo'lsangiz, onna deb yozasiz. Biz esa otoko deb yozamiz. Xo'p. Yashash manzilingiz. Agar hozir yashash manzilingiz O'zbekistondagi manzilingiz bo'lsa, O'zbekistondagisini kiritasiz, Yaponiyada bo'lsa, albatta Yaponiyadagisini hozir yashab turganingizni kiritasiz, azizlar. Xo'p, o'rtacha o'zim mavjud bo'lmagan hozir manzilni yozaman misol tariqasida. Misol uchun meni yashayotgan manzilim Tokio, misol uchun Tokio, Sumidaku. Xo'p. Nima bo'lishi mumkin misol uchun? Yabe. Misol uchun Higashicho 2:45:12 misol uchun da Rayonzu mansion 406-goshitsu. Mana bu bizning manzilimiz. Mana bu yerda pochtasi, elektron pochtani yozasizlar. Misol uchun, endi bilmayman endi azizlar, 144 567 misol uchun. Hop. Yozasizlar, bu yerdagi manzilingizni friganasini o'qilishini yozasizlar. Bu nima uchun kerak? Aynan joy nomlarida o'sha o'qilish o'zgarib ketib qoladi. O'shaning uchun topish uchun kerak bo'ladi. Hop. Buni o'qilishini yozamiz mana buni. Keling, yana katta qalanga joylashtiramiz. Shriftni Tokyo, Sumidaku, Higashicho ni 45-12, Rayonzu mansion 406-goshitsu. Bunga endi unaqa ko'p urg'u berib yuborish shart emas. Raqamlarni ham kataganda yozish kerakmi degan savollar tug'ilib qolishi mumkin. Farqi yo'q aslida. Raqamlar oddiy raqamni o'zida raqam holida qolsa bo'laveradi. Xo'p, demak bangoni yozamiz. O'zbekistonda bo'lgan bo'lsa, O'zbekistondagisini yozasiz, Yaponiyada bo'lsa, Yaponiyagisini yozasiz. Bu yerda telefon raqamini yozayotganingizda o'zgarib ketib qoladi bu yerda strukturasi. O'shaning uchun biroz ehtiyot bo'lamiz. O'zbekistondagilar o'zbekcha raqam yozayotganda sal farq qiladi. Biroz shug'ullanib chiqasizlar o'zlaringiz. Bu yerda Yaponiya raqamini yozayotganimizda +81 dan boshlamaymiz. Xalqaro raqamdan boshlamaymiz. Oddiygina, misol uchun 090 Hop, 56 76 45 67 misol uchun. Mana turib yozamiz. Shunda kelib chiqadi. Hop, Gmailimizni yozamiz. Misol uchun nima deb yozsak bo'ladi? Gmail.com. Misol uchun bu mavjud emas. Bunga yana yozib o'tirmaysizlar. Hop, mavjud bo'lmagan Gmail. O'zingizga yozasizlar albatta. Mavjud bo'lganini o'zingiz tekshirib turadigan Gmail yozingizlar azizlar. Gmail bo'lmasa bo'lmaydimi? Bo'ladi, boshqa elektron pochta shakllari ham bo'ladi albatta. Faqat endi asosan Gmail ishlatilgani uchun Gmailni misol qilib ko'rsatdim. Hop.
Demak, rasmni joylashtirib olamiz. Bu yerga rasmni sizlarga ko'rsatgandim. Xo'p, mana bu meni rasmim. Xo'p. Rasmim qayerda? Xo'p. Rasmiy bo'lsin rasm, copy qilamizdan keyin bu yoqqa kiritamiz. Chiroyli joylashsin. Hop. Mana rasmni ham qo'ydik. Menimcha hammasi joyida. Bu yerda xato yo'q deb o'ylayman. Yana bir marta tekshirib chiqingsizlar. Xato yo'q-a? Ismlaringizda xato yo'q-a? Hop, keyingisi Gakurekiga o'tamiz. Ya'ni o'qish tarixingiz shu yerga, shu paytgacha qanaqa o'qishlarda, qanaqa sohalarda o'qib o'rganib kelgansiz, shularni ko'rsatib berish kerak bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri boshlab ketib qolmang. Mana bu joyda mana joyda o'qiganman deb boshlab ketib qolmang. Birinchi Gakureki ajratib olish uchun Gakureki deb yozasiz. Hop. Gakureki yozasiz. Kanjis kelib chiqadi mana. Mana shunga bitta space bossangiz kelib chiqadi. Enter. Hop, va buni o'rtaga o'tkazamiz. O'tkazamiz. Mana bu yerdan qayerda o'qiganingizni kiritib boshlaysiz. Hop, men o'zim Hop, azizlar, albatta o'zlaringizni ma'lumotlaringizni kiritasizlar, o'zlaringizdan kelib chiqasizlar. Men hozir esa hop. Men hozir o'zimni ma'lumotlarimni kirgizaman. Hop. Hop. Birinchisi, albatta bu yerda AI bilan ishlasangiz ham bo'ladi. AI dan agar to'g'ri buyruq berib turib so'rab, agar topiladigan bo'lsangiz, yoziladigan bo'lsa, AI bilan ishlasangiz ham bo'laveradi azizlar albatta. Hop, demak, boshlaymiz. Birinchi, hop. Qayerda o'qiganman men? Birinchi vaqtini yozamiz. Qarang, Gakurekini boshlayotganingizda, agar Gakurekingiz ko'p bo'ladigan bo'lsangiz, qayerda o'qiganingiz agar ko'p bo'ladi, o'qish joyingiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, Sotsugyodan boshlavering. Qayerdan Sotsugyodan, ya'ni Koukoni Sotsugyodan, ya'ni O'zbekistonda litsey yoki kollej yoki bo'lmasa 11 yillik maktab o'shani bitirganingizdan o'sha paytdan boshlavering. Gakurekingiz agar kam bo'ladigan bo'lsa, adashib ketdim, ko'p bo'ladigan bo'lsa. Agar Gakurekingiz kam bo'ladigan bo'lsa, Nyugakudan boshlavering. Chunki sal to'ldirib turadi-da. Menda o'sha o'zimda, shaxsan o'zimda o'sha Gakureki maydoni juda ham ko'p bo'lgani uchun men Sotsugyodan boshlaveraman. Aynan litseyni bitirganimdan boshlaveraman. Hop, qayerda bitirganman? Hop, birinchisi Jisafu Kokuritsu Kyoiku Daigaku. Yabe. Jisafu. Yabe. Katakanda yozish kerak buni. Jizzaxda o'qiganman. Jisafu Kokuritsu Kyoiku Daigaku. ですね。参加、高等学校、外国語学科卒業dan boshlaymiz. Hop. Bu yerda batafsil hozir ma'nosini aytib o'taman. Hop. Jizzax Davlat pedagogika universiteti qoshidagi yuqori maktab, ya'ni yuqori maktab xorijiy tillar yo'nalishini bitirdim degan ma'noni anglatadi azizlar. Hop. Bu yerdagi universitet nomini yozdim. Universitet emas, o'sha universitet qoshidagi degani, ya'ni Jizzax davlat pedagogika universiteti qoshidagi o'sha maktab bitirganman degani. Hop, sanka degani mana soyabonning ostida degani, kanjisini ko'rsak bu ya'ni qoshidagi degan ma'noni anglatadi. Albatta buni kiritishingiz shart demoqchi emasman, o'zimdan kelib chiqaryapman xolos. Va aynan Jizzax davlat pedagogika universiteti qoshidagi litsey, Saljoy akademik litseyni bitirganman. Aynan litsey degan tizim Yaponiyada mavjud bo'lmagani uchun ko'plar, misol uchun Rireksho'sda ko'plar katakanada mana yozib qo'yishadi, misol.
Hop, Risey, yavi. Risey deb yozib qo'yadi ko'plar. Risey deb yozib qo'yishadi, lekin Risey nimaligini yaponlar bilmaydi. Risey nimaligini bilmaydi. Sababi bunaqa tizim yo'q Yaponiyada. Shuning uchun Koto Gakko deb yozaveramiz. Ya'ni yuqori maktab degan ma'noni anglatadi. Koto Gakko deb yozaveramiz sizlar. Hop, agar mabodo kollejni bitirgan bo'lsangiz, men o'zim kollej bitirmaganman. Kollej bitirgan bo'lsangiz, Senmon Gakko deb beraverasiz. Yaponiyada ham bor-ku Senmon Gakko. Mana bu Senmon Gakko deb beraverasiz azizlar, kollej bo'ladigan bo'lsa. Hozir menda litsey, albatta 11-sinf bitirgan bo'lsangiz ham Koto Gakkoni berasizlar azizlar. Koto Gakko deb berasizlar. Bu yerda Sayiljoy akademik litsey bo'lgani uchun nomini yozib ketsam bo'ladi. Sayiljoy Koto Gakko deb yozib ketsam ham bo'ladi, lekin men nomini kirgizmadim. Juda ham ish beruvchi uchun nomlarigacha, aynan mana bu yerdagi litseyda Koto Gakko nomlarigacha juda ham muhim deb o'ylamayman. O'shaning uchun nomini ham kirgizmadim. Nomini kirgizganimda juda ham uzun bo'lib ketardi. Xo'p, mana bitirgan yilimdan boshladim. Qachon bitirganman? 2016-yil bitirganman. 2016-yil 6-oyda bitirganman. O'zbekistonda asosan bitirish vaqti 6-oy hisoblanadi, to'g'rimi? Keyingisi, hop, undan keyin nima qildim? Hop, men o'zim universitetga kirdim. Tashkento Kokuritsu Toyogaku Daigaku. Tashkento Kokuritsu Toyogaku Daigaku, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti. Nihon Gakubu, Yaponiya fakulteti. Endi u paytda men o'qishga kirgan paytimda Sharq fakulteti edi. Lekin hozir Yaponiya fakultetiga o'zgargan adashmasam, o'shaning uchun o'zgargan shakliga kirgizib qo'ya qoldim. Hop, ya'ni Nihongo Gakubu yozimdagi Niyugaku, ya'ni o'qishga kirdim. Niyugakuni kirgizdim. Hop, nima degani bu yerda? Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Yaponiya fakulteti Niyuaniga kirdim degan ma'noni anglatadi. Hop, o'qishga kirdim degan ma'noda. Qachon bu? 2016-yilning 9-oyida o'qishga kirdim. O'zbekistonda 9-oyi. Hop. Endi bu yerda agar men o'sha o'qishni bitirib, litsey bitirib, to'g'ridan-to'g'ri o'sha yilning o'zida o'qishga kirganman, universitetga kirganman. Agar orasida qanaqadir o'sha o'qishga kira olmasdan yiqilgan bo'lsangiz, yoki o'qishga tayyorlangan bo'lsangiz, o'sha yerda rounin bo'lgan davringizni kirib ketsangiz bo'ladi oralig'ini. Shu yildan shu yilgacha o'qishga kirilmaganman degan ma'noda kiritib ketsangiz bo'ladi azizlar. Hay. O'qishga kirolmagan paytingiz rounin deyiladi yapon tilida. Hop. Rounin deyiladi. Mayli, qidirib chiqasiz. Hop, keyingisi o'qishga kirdim. O'qishga kirgandan keyin aytgancha, mana shu davrda, men bu o'qishga kirgancha bo'lgan davrda agar biron joyda ishlagan bo'lsangiz, faoliyat yuritgan bo'lsangiz yoki chet mamlakatga chiqib ishlab kelgan bo'lsangiz, mana bu yerda keyinchalik Shokurekiga degan joyga yozamiz. O'sha Shokurekiga ishlagan paytlaringizni yozsangiz bo'ladi. Hop, keyin bu yoqqa o'qishga kirdim va o'zim shaxsan o'sha o'qishni mobaynida davrida men shaxsan o'zim 2019-yilda Max stipendiyasi orqali Yaponiyaga o'sha 1 yillik talaba bo'lib kelib ketganman. 9-oy hisoblanadi. O'shani ham men kirgizaman. Agar sizda bo'lmaydigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri o'qishni bitirganligingizni kirgizsangiz bo'ladi. Bitirib ketganingizni kirgizsangiz bo'ladi. Xo'p, men o'zimga kirgizadigan bo'lsam, to'liq yaponlarda o'sha ish beruvchida to'liq tushuncha paydo qilish uchun to'liq nomini yozaman. Taishikan Suisen Monbukagakusho Nihon Bunka Kenshu Ryugakusei program. Aslida nomlari biroz mana bu programma deyilmasligi mumkin, lekin men programma deb o'zim kirgizib o'rganman va qaysi universitetdaligini mana bu o'rtadagi ajratib turgan nuqta bilan men kirityapman, lekin aslida boshqacha kiritsam bo'ladi. Qaysi universitetda? Wakayama Daigaku Niyugaku qilganman. Yoki bo'lmasa Kaishi biroz g'alati-yu, Niyugaku qila qolaylik. Niyugaku kirgizaman. 2009-yil bo'lganman va mana shunday bir copy qilamiz, lekin copy paste qilib turib sotsiga yoki bo'lmasa shuryo qilsak ham bo'ladi. Qayshi qilganimizdan keyin shuryo qilsak ham bo'ladi. Men tinchgina sotsiga qilaveraman.
biron bir mana shu oralikda o'qigan universitetda o'qigan davringizda qanaqadir programmalar, dasturlarni o'qib tugatgan bo'lsangiz, shu yerga kiritib ketsangiz bo'ladi. 2020-yilning 9-oyida men bitirganman. Xo'p. Va qaytib O'zbekistonga 2021-yilning 6-oyida mana bu universitetni bitirganman. Qarang, mana bu yerga copy qildim, bir marta bosib copy qildim, mana yerga paste qildim. Degan Nyugakni o'rniga Sotsgyo kirgizamiz bo'ldi. Demak, men universitetni bitirganim gacha bo'lgan muddatdagi jarayonimni yozib chiqdim. Xo'p, universitetni kirgizayotganingizda azizlar, aynan qaysi mutaxassislikni bitirganingizni, qaysi yo'nalish bitirganingizni yozishingiz kerak bo'ladi azizlar. Men aynan sharqshunoslik universiteti bo'lgan bilan yo'nalishlar ko'p-ku menda. O'sha universitetda. Shuning uchun aynan Yaponiya mutaxassisligini bitirganimni yozib ketdim. Siz misol uchun Toshkent Politex universitetini bitirgan bo'lsangiz, aynan qaysi yo'nalishni bitirganingizni ham, fakultetingizni ham yozib ketishingiz kerak bo'ladi azizlar. Okay. Hop. Chunki nima uchun fakultetigacha yozib ketishingiz kerak, yo'nalishingizgacha yozib ketishingiz kerak? Chunki nimani o'rganganingizni, mutaxassisligingiz nima bo'lganini, 4 yil, 5 yil nimani o'rganganingizni ish beruvchi bilish kerak. Tushunyapsizmi? Mutaxassisligingiz nimaligini bilish kerak bo'ladi. 2021-yil keyinmanda nima bo'ldi? O'sha 9-oyda aynan mana shu universitetni copy paste qilaman. Magistrga kirdim. Hop, dagaku no,ですね。大学言語学科修士課程入学ya'ni magistr bosqichiga o'qishga kirdim degan ma'noni anglatadi. Hozir siz dagakudan keyin dagakuin deb kirgizsangiz ham magistratura degan ma'noni anglatadi. Men aynan o'zim shu qat'iy deb kirgizdim. Bu yerda o'sha dagakuin deb kirgizsangiz ham bo'laveradi. Va qaysi yo'nalish? Lingvistika, gengo gakka yoki bo'lmasa gogaku gakko deb kirgizsangiz ham bo'ladi. Lingvistika, gengo gakka bo'lsa kerak-a? Gengo gakka. Nyugaku va o'qishni bitirganim Sotsgyo bo'ladi. Bu 2023-yilda. Hay. Qaysi oy? 6-oyda. Shuna bo'ladi. Sizlarda bu yoqqacha bo'lmaydigan bo'lsa, albatta o'qishga kirib, bitirib shu yerda to'xtasangiz ham bo'ladi universitet bitirganingizda. Xo'p. Undan keyin albatta mana o'zi xo'p 2023 dan keyin aynan o'sha yilning o'zida 10-oyda xo'p 9-oyda deb qo'yaylik, 9-oyda yana mana bu dastur bilan bir xil dasturda o'qishga keldim. Xo'p, Momo Kakakshon Nihon Bunker bu safar programma farq qiladi dastur. Xo'p, Nikensei emas bu safar Kenkyusei programmada Dagakumo farq qiladi. Dagaku aynan Toyo Dai Gaku hisoblanadi. Toyo universitetiga, Toyo Dagakuga o'qishga kirganimni kiritsam bo'ladi. Va agar bitirgan bo'lsam, bitirsam bo'ladi, bitirganimni yozsam bo'ladi. Bu yerda qaysi Kenkyusei programmi deb turib, mana bu yerda ichida, misol uchun, xavfsiz ichida kirgizsak bo'ladi. Aynan Hakase Zenki Kate deb turib, qanaqadir yo'nalish yoki bo'lmasa dastur nomi bo'lgan bo'lsa, kirgizsak bo'ladi. Programmi Toyo Daigaku Nigaku qilsak bo'ladi. Va men bu yerda albatta bitirmaganman bu universitetni. O'sha PhD oldi dasturga kelganman, lekin bitirmaganman. O'sha professorim bilan maslahatlashgan holda bitirmasdan o'qishni tugatmasdan ishga kirganman. O'rtasida tashlab ketganman. Bu yaxshi narsa emas, sizga tavsiya bermayman albatta. Professorim bilan lekin maslahatlashib shunaqa qarorga kelganman. Buni ham kirgizib qo'yishingiz kerak nima bo'lganini. 2024-yilning misol uchun 9-oyida xo'p nima bo'lgan deymiz? Xo'p, Shido Kyoju to Sodan no ueですね、博士課程の進学より就職を決定。就
shu shoki ketdi. Mana kirgizib qo'yganman men o'zim rejimda, ya'ni 2024-yilning 9-oyida professorim bilan Shidokyoji bilan maslahatlashib turib, o'sha PhDgacha o'qishni davom ettirmasdan uni o'rniga ishga kirishni qaror qabul qildim deb turib kirgizib qo'yganman o'zimni rejimda. Albatta sizlarda bu yoqqacha kelmagan bo'lsa, oddiygina universitet sotsiyodan keyin davom ettirib ketsangiz bo'ladi. Bu yerda shu bilan meni o'qish davrim tugadi, o'qish muddatlarim hammasi tugadi. Endi keyingisiga bitta o'rtada joy tashlab turib, Shokureikiga o'tamiz azizlarim. Shokureiki yozishni o'rgataman. Shokureiki probel bosganingizda mana shu kelib chiqadi. Tushunarli? Buni ham xuddi mana bu yerda o'rtaga o'tkazamiz va ishlagan muddatlarimizni boshlaymiz. Xo'p. 2024-yilning misol uchun 9-oyida yoki bo'lmasa 10-oyida deyilgan. 10-oyida men qayerda ishlaganman? Xo'p, misol uchun o'sha kirgan joyim ABC Kabushiki Kaysha misol uchunda bu. Xo'p, Nyusha deb kirgizsam bo'ladi. ABC Kabushiki Kaysha Nyusha deb kirgizsam bo'ladi. Bu yerda xo'p, aynan qanaqa soha hozir aynan qanaqa ish pozitsiyasida ishga kirganingizni ham yozsangiz bo'ladi. Misol uchun nima deb xo'p nimadir toshda Nyusha deb kirgizsangiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa pastda nima ish qilganingizni, misol uchun Jigyo Kaihatsu bu de nima qilganman misol uchun Kokyaku Shukyaku Shukyaku g'alatimi? Kokyaku tayo yarimashita deysizmi? Yoki bo'lmasa Kokyaku tayo tanto o sasete itadakimashita deysizmi? yoki bo'lmasa Kokyaku tayo tanto toshite kimmu shimashita deysiz ham bo'ladi. Misol uchunda aynan bu kompaniyada nima ish qilganingizni mana shunga kirib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, va bu yerda men ishdan bo'shadim. Misol uchun 2025-yilning 1-oyida ishdan bo'shadim. Xo'p. Juda ham qisqa, agar sizda boshqacha bo'lgan bo'lsa, boshqacha kirgizasiz. Xo'p. Nima uchun ishdan bo'shadim? Xo'p, birinchi ABC mana bu yerda shunday copy paste qilib olsam bo'ladi. Nyushidan keyin xo'p, Taisha deb kirgizsak bo'ladi yoki bo'lmasa Taishoku deb kirgizsak bo'ladi. Bu yerda Taishadan ko'ra Taishoku ma'qulroq. Xo'p, ABC Kabushiki Kayshani men ishdan ketdim, ishdan bo'shadim. Xo'p. deb yozdim. Lekin nima uchun ishdan bo'shaganingizni ham keltirib o'tishingiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun men Taishokudan oldin, misol uchun agar o'zingizni sababingiz bilan, o'zingizni sababingiz bilan, o'zingizni vaziyatingiz to'g'ri kelmagani uchun bo'shagan bo'ladigan bo'lsangiz, yapon tilida shunday so'z bor, isshinjo no tsugo ni yori. Yabe, gomenasai. ですね。なんかso'z bor. Isshinjo no tsugo ni yori degan so'z bor. Xo'p, ya'ni bu shart emas problem. Xo'p. ABC Kabushiki Kaysha Isshinjo no tsugo ni yori taishoku. Ya'ni o'zimda qanaqadir muammo bo'lib turib, o'zimning vaziyatim to'g'ri kelmagani uchun ishdan bo'shadim degan narsani qo'shib ketsangiz bo'ladi. Shunchaki taishoku emas, nima uchun taishoku qilganingizni kiritib ketsangiz bo'ladi. Juda ham batafsil kiritish shart emas, juda ham batafsil nima uchun ishdan bo'shaganingizni anaqada nima edi, suhbat paytida bemalol aytib bersangiz bo'ladi. Bu yerda shuni kiritsangiz bo'ladi. Agar o'zingizni vaziyatingiz tufayli o'zingizga bog'liq bo'lmagan holda ishdan bo'shagan bo'lsangiz, agar Kayshani o'sha
kompaniyani vaziyati bilan o'sha kompaniyada nimadir bo'lib qolib turib, o'sha tufayli ishdan bo'shagan bo'lsangiz, boshqacharoq so'zlar bilan ishdan bo'shaganingizni kiritsangiz bo'ladi, ifodalasangiz bo'ladi. Bu yerda sizga Gemini yoki bo'lmasa umuman AI yordam beradi. Bu yerda men so'raganman, qanaqa kiritsa bo'ladi deb turib Geminidan so'raganimda, hop. Hop. Qanaqa shaklda bu yerda ishdan bo'shash shaklarini formatlarni qanday kirgizsa bo'ladi deb bu yerda so'raganimda hop, mana bunaqa kirgizib bergan. Misol uchun, qarang, o'zingizni vaziyat boyagida, o'zingizni vaziyatingiz bilan, o'z sabablaringizni, shaxsiy sabablarga ko'ra ishdan bo'shagan bo'lsangiz, ishinjono tsigoni yori taishokuni kirgizasiz. Agar kompaniya aybi yoki holati bilan majburiy ishdan bo'shagan bo'lsangiz, mana bu yerda hop, qaysha tsigoni yori taishokuni kirgizasiz. Qaysha tsigoni yori taishoku, ya'ni kompaniya aybi bilan, holati bilan ishdan bo'shagan bo'lsangiz. Yoki bo'lmasa maxsus holatlar, misol uchun o'qish, kasallik, oilaviy sabablar bilan ishdan bo'shagan bo'lsangiz, shingaku no taishoku, misol uchun o'qishni davom ettirganim uchun taishoku qilganman deb. Sog'lig'ingiz tufayli bo'ladigan bo'lsangiz, hop, mana bu nima? Byoki ryo no tame taishoku. Mana shuni kirgizasiz. Hop, mana yerda qolib ketibdi. Misol uchun keiyaku shayin bo'lgan bo'lsangiz, keiyaku kikan manryo no tame taishoku. Bu yerda o'sha keiyaku shayin bo'lgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa, yoki bo'lmasa jishusei bo'lgan bo'lsangiz, yoki bo'lmasa tokutigi no bo'lgan bo'lsangiz, mana yerda keiyaku kikan manryo no tame taishoku, ya'ni shartnoma muddati tugagani uchun taishoku qildim degan qismlarni qo'shib ketsangiz bo'ladi, azizlar. Hop. Aynan menda o'zimni holatim bilan, shaxsiy sabablarim bilan bo'shaganim uchun bu yerda shaxsiy sabablarim bilan bo'shadim deganini qo'shib ketaman. Ya'ni ishinjono tsigoni yori taishoku deb ketaman. Hop. Va 2025-yilning hop 2-oyda misol uchun BDA yoki bo'lmasa kabushiki kaysha BDA ga nyusha ishga kirdim deb yozaman. Misol uchun bu mavjud emas bu narsa. Nyusha deb yozaman-dagim, bu yerda aynan nimalar qilganimni bu yerda koreare yaptita. G'alati. Misol uchun nimalar qilganingizni hammasi bu yerda yozsangiz bo'ladi, misol uchun-da. Hop. Nima ishlar qilayotganingizni bu yerda, qanaqa kim o'qilayotganingizni yozib kirgizib ketsangiz bo'ladi. Hop, bu yerda ishga kirayotganingizda, hop, ishlayotganingizda bu yerda aynan qayerning kompaniyasiligini kirgizmoqchi bo'layotganingizda, hop, bu yerda asosan men Yaponiyada kompaniyalarni kirgizdim, lekin men O'zbekistondagi ishlagan ish tajribalarimni ham kirgizsam, yanada ko'proq uzunroq bo'ladi. Misol uchun travel agencylarda ishlaganimni yoki bo'lmasa o'quv markazlarida ishlaganlarimni kirgizsam ham bo'ladi. Ularni ham kirgizsangiz bo'ladi, ammo kirgizayotganingizda nima qilganlaringizni, qayerda ishlaganlaringizni, qaysi kompaniya to'liq nomi, rasmiy nomlarini kirgizishingiz kerak bo'ladi va bu yerda ish beruvchi chalg'imasligi uchun, tushunarliroq bo'lishi uchun qonunaqada qalsa ichida, misol uchun qayerdagi kompaniya, O'zbekistondagi kompaniya bo'lgan bo'lsa, O'zbekiston deb kirgizib ketish tavsiya beraman, chunki O'zbekistonda ishlaganingizni bu kompaniya O'zbekistondaligini bilib olish kerak bo'ladi. Va O'zbekiston ketgandan keyin o'sha to'satdan O'zbekiston mana bu tarafda, misol uchun tasavvur qiling hozir. Hop, mana bu qarang, mana bu O'zbekistonda ishlaganman. Hop, bu ham O'zbekistonda. Bu shart emas. Bu yerdagi punktda shart emas. Mana bu yerda O'zbekistondagi bo'lgan bo'lsa, yoki mana bu yerda Yaponiyaga ishga kirgan bo'lsam, bu yerda to'satdan O'zbekiston yo'q bo'lib qolishi ham unchalik tushunarsiz bo'lib qoladi deb o'ylayman. O'shaning uchun shikatanai Nihon deb ketsak bo'ladi mana bu yerda. Yaponiyadagi kompaniya deb ketsak bo'ladi. Misol uchun-da. Men kirgizmayman, lekin siz kirgizsangiz bo'ladi. Hop. Mana bu yerdagi o'qishni joylarini ham kirgizib ketsak bo'ladi. Misol uchun mana bu Sotsugyo qayerdagi o'sha gakkoni bitirganingizda Hakkon naqada O'zbekiston deb kirgizib ketsangiz bo'ladi. Hammasi mana yerda O'zbekiston deb turib, oxiridagi mana bu yerni misol uchun qayerdagi o'qish Nihon deb kirgizib ketsangiz bo'ladi, azizlar. Tushunarli? Hop, men o'chiraman hozircha. Mana shunaqa gakureki, shokurekilarni kirgizamiz va shokurekini kirgizganimizdan keyin, ish tarixini kirgizganimizdan keyin oxirida hop, mana yerda nima kim bu misol uchun Kishokusha
tayyo, tanto toshite kimishite imasu deb kirgizsa bo'ladi. Misol uchun, boyagi BDA Kagabshika BDA borku, mana bu kompaniya, mana bu firma. Shu firmada nima ish qilayotganini bu yerda kirgizdim. Misol uchun-da, endi bu. Hop, kirgizib turib, bu yerda ijo deb turib, mana bu yerda chap tarafga o'ng tarafga o'tkazib qo'ysak, shu bilan tugaydi. Bo'ldi, tamom degan ijo. Yoki bo'lmasa, genzai ni itaru. Genzai ni itaru deb kirgizsak ham bo'ladi. Shu paytgacha hozirgacha mana shunaqa shu holatdaman. Hozirgacha mana shu firmada ishlayapman deb turib, genzai ni itaru deb kirgizib qo'ysak ham bo'ladi. Hozircha men ijo deb kirgizaman. Xo'p. Va shikaku va menkyo, ya'ni qanaqa sertifikatlaringiz bor va qanaqa o'sha guvohnomalaringiz borligini hammasini kirgizib o'tish tavsiya beraman. Bu ishga qabul qilinayotganda, ishga topshirayotganingizda juda ham muhim hisoblanadi sertifikatlar. Agar haydovchilik guvohnomangiz bo'lgan bo'lsa, haydovchilik guvohnomasini hammasini kirgizing. O'zbekistondagisini ham kirgizsangiz bo'ladi-yu, agar Yaponiyadagisini kirgizsangiz juda ham sizga katta ustunlik beradi, azizlar. Menda o'zimda nima sertifikatim bor? Faqatgina yapon tili sertifikatim N1 bor. Uni ham qanday kirgizamiz? N1 emas, Nihongo Noryoku Shiken deb turib, ayabe. Nihongo Noryoku Shiken deb turib, N1 qilib turib, shitoku, shitokudan ko'ra gokaku deymizmi? Gokaku qilib qo'yaylik. Gokaku qilsak, shunda tushunarliroq bo'ladi. Yapon tili Nihongo Noryoku Shiken N1 gokaku. Bu yerda Nihongo Noryoku Shiken agar Nihongo Noryoku Shikenni tushunmay qolishlari ham mumkin. O'sha payti kakkoni naqadi qavs ichida JLPT JLPT ketsak tushunarliroq bo'ladi. Nihongo Noryoku Shiken deganda ham qaysi shiken? Qaysi Noryoku Shiken deb turib xat ko'radigan vaziyatlar bo'ladi, azizlar. O'shaning uchun JLPT qilib turib N1 gokaku, N2 bo'lgan bo'lsa N2, N4 bo'lgan bo'lsa N4 kirgizib ketasiz. Va qaysi yil olgansiz? Misol uchun 2021-yil, misol uchun 12-oy yoki bo'lmasa 1-oy. 1-oy qilsak ham bo'ladi. 12-oy misol uchun kirgizib ketsak bo'ladi. Agar haydovchilik guvohnomangiz bo'ladigan bo'lsa, haydovchilik guvohnomasini kirgizib ketsangiz bo'ladi. Hop, haydovchilik guvohnomasi ham to'liq kirgizishingiz kerak bo'ladi. Futsu unten menkyo qilib turib, Yaponiyada mana shunaqa futsu unten menkyo, chugata unten menkyo, jinchi chugata unten menkyo kabilar bor-ku, o'shani kirgizib ketishingiz kerak bo'ladi. Lekin futsu unten menkyo deganda ham futsu hop, dai ishumida buni dai ishuちょっと待ってください。一番種類入れた？はい。普通一周運転免許はしながら免許izi kirgizib bo'ladi. Bu yerda gokaku emas, shitoku deb turib kirgizib ketishingiz kerak bo'ladi. Shitoku deganda, ya'ni shitoku yozilishini aytib o'taman. Shutoku deganda qabul qildim, oldim degan ma'noni anglatadi. Gokaku degani o'tdim, testdan o'tdim, pass qildim degan ma'noni anglatadi. Hay. De shunaqa. Va unten menkyoni kirgizib ketayotganingizda aynan qanaqasiga AT mi yoki MT mi? Shuni ham kirgizib ketishingiz kerak bo'ladi, azizlar. Menda faqatgina M1 bor, xolos. Shuning uchun faqat shuni kirgizdim. Agar Tokyo Ginoda ishga topshirayotgan bo'lsangiz, albatta qaysi Tokyo Ginoda qaysi sohasini, misol uchun Kaigo bo'lgan bo'lsa, to'liq Kaigoning sertifikatlarini olganingizni, gokaku qilganlaringizni, Shukahaku bo'lgan bo'lsa, Shukahaku, Toraku Driver bo'lgan bo'lsa, Toraku Driver hammasini unten menga olganingizni mana shu kirgizib ketishingiz kerak bo'ladi. Albatta bu yerda mantiqani ham o'ylashingiz kerak bo'ladi. Qaysi sohaga topshirayotganingizga qarab turib sertifikatlar o'zgarib keladi. Misol uchun Tokyo Ginoni Toraku Driver sifatida ishga topshirayotgan bo'lsangiz, lekin Yaponiyani agar unten menga sizda bo'lmaydigan bo'lsa, bu yerda albatta Toraku Driverni Tokyo Gino imtihonlarini o'tganingizdan tashqari, uni ham kirgizasiz. Undan tashqari, agar Yaponiya unten menkyo sizda bo'lmaydigan bo'lsa, O'zbekistonni qaysi unten menkyosini olganingizni, o'sha B mi, BC mi, D ham bormi sizda, E ham bormi, hammasini kirgizasizlar va u unten menkyo qavsi ichida Yaponiyaning qaysi turdagi unten menkyosiga to'g'ri kelishini ham tushuntirib ketishingizni tavsiya beraman, azizlar. Shuni yozamiz. Sertifikatlar hammasini kirgizamiz degan bu yerda va Shibodokini kirgizamiz. Shibodokini boya sizga o'rgatdim. Shibodokini o'zingiz
boyagi slayddan kelib chiqib o'sha qarab, o'rganib AI bilan birga ishlasangiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa o'zingiz o'sha nima qanaqa ishlamoqchiligingizni, qanaqa tajribaga egaligingizni, nimalar o'qib, nimalar o'rganib kelganingizni hammasini hisobga olib turib, o'sha Shibodokini AI bilan birga yozsangiz ham bo'ladi azizlar. Va bu yerda hop Honinkibo Kinyuran degan joy bor. Ya'ni siz o'zingizning kibolaringizni, xohishlaringizni, nimani xohlasangiz bu yoqqa kirgizsangiz bo'ladi. Misol uchun, maosh, ish turi yoki bo'lmasa, kimmujikan, necha soat, mana bu soatda, mana bu soatgacha ishlashni xohlayman, mana buncha maosh xohlayman deb turib hammasini kirgizsangiz bo'ladi. Albatta, misol uchun, yozishingiz mumkin. Tsuki 30 man hoshi deb, tsuki 30 man o kibo işte imas deb kirgizsangiz ham bo'ladi. Misol uchun, oyiga 30 man maosh xohlayman deb turibdi. Lekin odatda maoshlarni, pulli anaqalarni xohishlarni direksiyaga yozish tavsiya berilmaydi. Albatta, qanaqadir o'ta tajribali professional kadr bo'lgan bo'lsangiz, albatta yozsangiz bo'ladi. Lekin qo'lingizdan hali ko'p narsa kelmaydigan, hali tajribasiz kadr bo'lgan bo'lsangiz, hech qanaqa bu yerda kiboingizni yozmaganingiz ma'qul deb o'ylayman. Kibolaringizni albatta ish beruvchi bilan suhbat davomida gaplashib olganingizni tavsiya beraman. Bu yerda nima deb kirgizish kerak? Agar hech qanday kiboingiz bo'lmaydigan bo'lsa, nashi deb kirgizsangiz ham, yo'q deb kirgizsangiz ham bo'ladi-yu, lekin chiroyli rasmiy shakli bor buni. Onshano kiteini shitagaimasu degan so'z bor, gap bor bu yerda. Ya'ni onshano kiteini shitagaimasu deb o'qiladi bu. Ya'ni sizni firmangizni qonun qoidalariga bo'ysunaman. Ya'ni siz o'sha beradigan maoshlarga siz nimani xohlasangiz, hammasiga roziman degan ma'noni anglatadi. Bu yerda shunday yozib qo'yiladi-yu, lekin men siz paytida agar qanaqadir kibolaringiz bo'lgan bo'lsa, men siz paytida bemalol suhbat davomida gaplashib olsangiz bo'ladi azizlar. Azizlar, umumiy redaksiya tugadi. Mana shunaqa yoziladi. Juda ham oson hisoblanadi. Bu yerda eng asosiy siz e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan jihatlar, hop, vaqt qolib ketmasligi kerak. Ya'ni bo'sh vaqt qolib ketmasligi kerak. Bo'sh vaqt qolib ketmasligi kerak azizlar. Mana shu narsa eng muhim hisoblanadi va gakureki bilan shokurekini joyini ajratingizlar tushunarli bo'lishi uchun. Agar gakurekingiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha gakurekida qayerda, qaysi universitetda, qaysi yo'nalishda nimani o'rganganingiz hammasini yozib ketishingiz kerak bo'ladi va to'liq nomini, o'sha universitetni yoki boshqa narsalarni o'qish joyingizni nomini, rasmiy nomini yozib ketishingiz kerak bo'ladi azizlar. Va shokurekida ham o'sha ishlagan kompaniyangizni, firmangizni to'liq nomini yozib ketishingiz kerak bo'ladi azizlar. To'liq o'sha rasmiy nomini va nima ish qilganingizni qisqacha yozib ketishingiz kerak bo'ladi. Qaysi kompaniyada nima ish qilganingizni to'liq batafsil tushuntirib bermoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, u boshqa formatda Shokumoke Rekshoda yozib, to'liq nima ish qilganingizni, qanaqa vazifalarni bajarib kelganingizni, qanaqa tajribaga egaligingizini hammasini o'sha yoqda o'sha yozib ifodalab bersangiz bo'ladi azizlar. Hop, menimcha tugadi. Shu bilan redaksiyaimiz tayyor. Albatta, kamchiliklari bo'ladi bu narsani. Keyinchalik ish beruvchi bo'lmasa, o'rtada shokoy qaysha bo'ladigan bo'lsa, shokoy qaysha mana bu joyini to'g'rilab bering, mana bu joyini to'g'rilab bering deb aytayotganda, albatta o'ziga qarab, o'sha to'g'rilab, sayqallab boraverasiz azizlar. Hop. Endi buni qanday topshiramiz? Buni ish beruvchiga yoki shokoy qayshaga topshirayotganingizda shunchaki save qilib turib, save qilib saqlab olib turib, shunchaki yuborib yuborish emas buni albatta. Buni birinchi PDF shakliga o'zgartiramiz. Juda ko'p joylarda PDF shaklda so'rashadi azizlar. Hop, demak, birinchi qanday o'zgartiramiz? Mana to'liq ismimizni bitta kopiya qilib olamiz degan. Qarang, control bilan A deb bossak, qarang. Control bilan A ni bosgan. Control bilan A ni bosganimizda hammasi belgilanadi va Control bilan C ni bossak, bu kopiya bo'ldi. Hop. Endi buni faylni bosamiz degan. Share ni bosib, adashib ketdim. Faylni bosib, export ni bosib, create PDF qilib turib, to'liq nom yozib, bitta probel tashlab, redaksiya qilib save qilamiz. Bizning redaksiyamiz PDF shaklda azizlar mana tayyor bo'ldi. Mana shu narsani endi chiqib shu bilan o'sha ish beruvchiga topshiramiz azizlar. Bu yerda boyaga save bo'lgan mana bu formatni ham, Excel formatni ham, agar ba'zi joylarda Excel formatdan so'rash mumkin, boshqa joylarda Excel format topshiramiz. Buni ham o'zingizga saqlab qo'ysangiz bo'ladi. Mana qilib turib, redaksiya, misol uchun farqi Excel qilib turib saqlab qo'ysangiz bo'ladi azizlar. Bundan chiqib ketish kerak. Chiqsangina saqlanadi bo'ladi. Save.
Bo'ldi. Va buni yuborib qo'yamiz. Buni o'ziga saqlab qo'yasiz, keyinchalik to'g'irlash kerak bo'lsa to'g'irlab qo'yaverasiz. Bo'ldi azizlar, boyagi PDF shaklda ish beruvchiga yoki bo'lmasa shokaychiga yuboramiz. Shu bilan sizlar reaksiyos tayyor bo'ladi. Xo'p, boshqa hujjatlarni ham to'g'irlash kerak bo'ladi. Boshqa hujjatlar, misol uchun sertifikatlar, shokumi kerak, shu skill sheetlarni hammasini to'liq ismingiz bilan, misol uchun skill sheet yoki shokumi kerak shoq turib, to'g'irlab turib, bu yerda bitta faylni ochib turib, o'sha hujjatlar hammasini topshirayotganda folder qilib turib, misol uchun boyagi ism familiyangizni qilib turib, yozib shori qilib turib, hop. Ichini ochib turib, boyagi fayllar hammasini tap bu yoqqa tashlab turib, 10 tachami, 8 tachami faylni bosib turib, keyin buni compress to zip file qilsak, zipga o'zgaradi mana bu yerda. Shundan keyin zip faylda ish beruvchiga yoki shokaychiga yuborsangiz, shunda hamma hujjatlaringiz bitta faylga, bitta folderga kirgizilgan holda saqlanib yetib boradi azizlar. Albatta bu zip faylni telefonda ocha olmaysiz, faqatgina notebookda ocha olasiz. Shuning uchun shu taraflari noqulay hisoblanadi va ichidagi formatlardagi o'sha yozuvlar o'zgarib ketib qolishi mumkin. Shu tarafdan zipni noqulayligi bor, lekin misol uchun 10 ta fayl yuborsangiz, 10 marta notification bo'ladi, ta bo'ladi. O'shanaqa noqulay taraflarini oldindan oladi. Shuning uchun zip faylga to'liq qilib turib, nima, qanaqa hujjatlarni hammasini yozib turib yuborsangiz, shunda qulayroq bo'ladi azizlar. Hozir o'chirib tashlaymiz buni. Bo'ldi, tugadi. O'zim ham redaksiya yozib beraman. Savolingiz bo'lsa, marhamat, murojaat qilaversangiz bo'ladi. Xo'p, buyurtma bo'lgan bo'lsa, albatta murojaat qilingizlar azizlar. Rahmat, salomat bo'lingizlar.